Uzda CSS dərsiga 29-cu qism CSS element tanlagıç. Element tanlagıç deganimiz nima deganda? Element tanlagıç CSS'də ən köp qo'llanılan tanlagıç hisoblanadi. U orqali har qanday elementning ustubiga aniqlik berishga bo'ladi. Biz buni yana bu element tanlagıçni tur tanlagıç deb ataymiz. Tövəndə əmli misal ko'rib o'tsak. Mesela misal qaraydigan bo'lsak, bu bütün HTML betninki rengi qara. Ananki H1'ning rengi ko'k. Xatning rengi. Ananki H2 deganimiz xatning rengi bu kumush rang holatda xil belgilab, biz ananki bu uch xil holatdagi mesela H1 H2 P abzas xat kuchtirdiki qiymatni ko'rgan bo'lsak, P ga biz aniqlan bermagan, lekin HTML da buni qara deb belgilaganimiz uchun bu qora ko'rindi, bu ko'k, bu kul rang holatda xil ko'rindi. Bu tel tur tanlagıch hisoblanadi. Andan keyin yana bir misol qaraydigan bo'lsak, bu hamda bir XML kodi bu. Bu XML kodida yerda join reminder and don't forget the meeting deb qiymatlar berilgan. Bu qiymatlar berilgan bo'lsa, andan keyin yerda biz node CSS degan hujjatni bu yerda buningga ulab ishlatgan bo'lsak, bu hujjatning mazmuni tövəndikidək, ya'ni node deganniki bu font style, font family, ya'ni fontniki nusxasi, andan keyin bu yerda fontning cho'ngliq qatorliq har xil qiymatlarni bergandan keyin buningki unumi bu yerda ko'ringandek. Maqolalarda ko'rindi.